Bu Yaponiyaning uchuvchilarini kamikadze uchuvchilarini nomiga qo'yilgan monument ekan bu. Toko Yoshinozo degan odam ekan, u haykaldagi odam. Kamikadze uchuvchilari, bular kamikadze uchuvchilari dushman qarorgohiga berib o'zini urgan. O'zini o'ltirgan, shu portlagan asosiy bazalarga berib o'zini portlatib olgan. Shu urilgandan keyin qo'lbola o'sha vaqtida, hozirgi kunda qo'lbola deyiladi, o'sha vaqtdagi maxsus qopli portlovchi moddalar bilan o'zini berib urgan. Qoyil omonaki. Onaga ko'p o'zim tarixini bilmaydi. So'rasang kim, nima deydi, bilmaydi undan. Bu 1854-yilda ishlatilgan Tokyo Shinagawa Bay urushidagi o'sha zambaraklarni qo'yilgan ekan bu yerga. Tomonda ham bitta bor. Yaponiya aviatsiya muzeysi, kichkinasi bu menimcha, kattasi emas. Sakson bir 161 yaxshimadi bo'lgan sonni. Ko'tarilgandan keyin ular aloqalarga ketgan. Moltaqlari chamamda 65 kalibr bo'lsa kerak, menimcha, bilmayman. Omalangan Pearl Harbor urushida keng foydalangan bundan, Amerikaga qarshi urushda. Ancha keng foydalangan. Chekada kichik kalibrlar, qanot oldida katta kalibrlardan foydalangan. Ikkinchi uchuvchi boshqaruv saqlagan. Bu yerda ikkita uchuvchi uchgan joyda, yo bitta uchuvchi uchgan ekan. Ikkita uchuvchi ham bo'ladigan bu. Orqa qanotni saqlagan, boshqaruvi. Poyezd. Gaubitsalar. T-60 lokomotiv. Parovoz. 3-yilda urgan ekan. Chekasiga qandagan ekan. Og'ral atreli. Gaubitsa 150 mm, 89 mm. 93-yil aprel. Mana qiy o'qlarni tekkan ekan, qara. Qoyil. Saqlab qo'yganiga qoyil.